Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size Gazi Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugün sözleydiği leksiyelerimizin mezmunu hem yanıla Çavuşan yerim ağırlığının vaziyetine münasebetlik. Ahırda silah birlikte tahlil edip barımız. Hem hazır mavzu ile leksiyeni başlayımız. Hürmetli vatandaşlarım. Amerika, yani Amerika Koşmuş Ştatları davamlıq Cungo bilen hemkarlaşıp Çavuşan yadro meselesini hal qilamiz dedi. Mavzulu haber 4. ayının 18. günü Amerika Ovazının Xitay tili programması e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi ve Aksaray haftaning 1. günü Cungo'nun növbətdə Çavuşan yadro meselesi bo'yicha ko'rsatayotgan tirishchanligini muqimlashtirdi ve davamlıq Cungo bilen hamkorlashib Çavuşan yadro qurollari meselesini hal qilamiz dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Sharqiy Osiyo ve Tinch okean ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Toronton xonim mundaq ko'rsatdi. Amerika to'qinish ve hakimiyet almashtirishni qo'llashmaydi. Amerika Çavuşan yerim oril to'qinish ve hakimiyet almashtirishni qo'llashmaydi. Lekin xalqimiz ve ittifoqdoshlarimizning bexatarligiga kapolat qilamiz. U yana mundaq ko'rsatdi. Koreyaga sot sistemasini o'rinlashtirish planimizni o'zgarish bo'lgani yo'q. Amerika Cungo hamkorligi kichik mavzu. Aksaray'ın bayanatçısı Senspeyer haftaning 1. günü muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Cungo'nun reis Xi Jinping bilan ko'l bo'yi oromgohida uchrashib natija yaratdi. Cungo Çavuşan meselesida texmi aktiv rol o'ynadi. O mundaq ko'rsatdi. Men Cungo iqtisod va siyosatda besim ishlatishdan foydalana oladi deb hisoblayman. Cungo iqtisod orqali Çavuşanga besim ishlatishdan foydalana oladi deb hisoblayman. Biz Cungo'nun yurish turishlaridan intayin ilhom olyapmiz, ilhomlanyapmiz. O mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf Cungo'nun rayon doirasida davomli ta'sir ko'rsatib, texnik ko'p natijalarni qo'lga keltirishiga haydakchilik qiladi. Diqqat vatandoshlar. Muxbir, Çavuşan yangi yadro sinig'i yangi yadro sinig'i olib bordi deb savol qo'yganda, Aksaray'ning bayonotchisi Senspeyer mundaq javob berdi. Hukumat ve prezidentimiz vaqaning taraqqiyotiga diqqat qilyapti. O mundaq ko'rsatdi, lekin biz bo'libmi davomliq Cungo bilan hamkorlashib, olg'a ilgirlashning chorasini tepib olishga yordamlashimiz. Çavuşanning olg'a ilgirlashning chorasini tepib olishiga Cungo bilan hamkorlashib yordamlashimiz. O'xshash bir kunda lekin sal burunroq Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining Tinch okean ishlari va Osiyo ishlari bo'yicha muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi Susan Toronton xonim Çavuşan yadro qurollariga munosabatli telefon yig'inida mundaq ko'rsatdi. Telefon yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi bilan Cungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi haftaning 6. günü, o'tib ketgan shanba kuni Çavuşan yadro qurollari masalasi bo'yicha telefonda so'zlashdi. Ishlar qanday jiddiy ketayotganligini hurmatli vatandoshim mana shu qurlardan bilib ola olasiz. Yang Jiechi bilan telefonda so'zlashdi. So'zing xonim mundaq ko'rsatdi. Ikki davlatning 2 nafar amaldori Prezident Trump bilan reis Xi Jinping İki devletning 2 nafar amaldori, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tillerson bilan Cungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi, ikki davlatning 2 nafar amaldori Prezident Trump bilan reis Xi Jinpingning ko'l bo'yi oromgohida
uchrashgandan keyingi aktiv siyosatni telefonda muqimlashtirdi. Ular ikki davlatning Chavshan yarim orli masalasiga taqobil turishda o'rtaq nishon bo'yicha birdaklikka erishganligini muqimlashtirdi. Muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi So'zin xonim mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungo iqtisodiy jon tomirdan foydalanib, Chavshan yadro masalasini hal qilish bo'yicha kuch chiqarganligiga ishindi. So'zin xonim dediki, Prezident Trump Jungo iqtisodiy jon tomirdan foydalanib, Chavshan yadro masalasini hal qilish bo'yicha kuch chiqarganligiga ishindi. Muvaqqat yordamchi davlat ishlar kotibi So'zin xonim yana mundaq ko'rsatdi. Chavshan yadro qurollarini bartaraf qilish jihatida aktiv alomatlar shuni ko'rsatdiki, Jungo tirishchanlik ko'rsatdi. Jungo tirishchanlik ko'rsatdi. Tirishchanlik ko'rsatdi. Bu tirishchanlik unum beramdi yo'q. Buningga vaqt kerak. So'zin xonim mundaq ko'rsatdi. Prezident ko'rsatib o'tgandek biz diqqat qilamiz. Jungo texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatdi yo'q. Biz qarab turamiz. Agar ular biz bilan hamkorlikda qaror qilmasa, undaqda biz taktikamizni o'zgartimiz. Boshqa usul choralarni sinab boqamiz. Balki o'zimizning usul chorasini yo'l qo'yishimiz mumkin. Lekin bundan burun biz Jungo bilan hamkorlashamiz. Biz bak ilhamlandik.